Yangi Toshkent hududi ikkinchi bosqich. Hozir birinchi bosqich to'polon bo'lyapti. Narxlar kundan kunga o'syapti. Ertaga 3-4 yildan keyin mana shu ikkinchi bosqichga o'tiladi. Orientir tushuntiradigan bo'lsak, hop, Pravda перекресткasidan taxminan shu yergacha 3,5 kilometr kirdik. Bu yoqda 32-maktab mana 100 metrda. Shu yerda bu yoqlarimiz po'la. Bilmadim, endi noturar bo'lganiga xohlagan biznesingizni qilsangiz hech qanaqa hech kimga xalaqit qilmaysiz. Hovlimiz to'g'ri burchak emas. Hozir ichkaridan yaxshiroq tushuntiraman. Hop, po'la tarafni fasad qismi 45 metr, mana bu oldi qismi 25 metr. Umumiy hisobda 68 sotix. $5150 sotuvga chiqadi. Biz buni ham yaxshi narxda topdik va obzor qilishga qaror qildik. Hozir ichkaridan birga ko'rib chiqamiz. Tashqaridan shunday ichkariga kirganda joyimizni oldi qismi hamma taraf zabor bilan qo'rshilgan. Aytganimdek to'g'ri burchak emas, mana shu bel qismi nisbatan torroq, lekin orqa taraf juda kengayib ketgan. Yana bitta plyus tarafi aylanib orqa tarafdan ham kirish bor. Ya'ni ikkita xod bor. Yangi Toshkent hududi ikkinchi bosqich, Obodon mahalla. Umumiy hisobda 68 sotiq, bir sotig'ini $5150 baholadik va zo'r narxda topdik. Balki bizdan yaxshi biladiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldinglar. Bu narx arzonmi, qimmatmi? Baribir bu joyni oladigan odam kelib, ko'rib, tepasida turib gaplashiladi. Agar yoqsa, egalari yana o'tib beramiz deyishyapti.